o'tadi. Oo. Bitta prikol qo'yib oldilar boshiga. Bitta prikol qilyapmiz. Assalomu alaykum aka. Keling, yaxshimisiz, sizmisiz? Ma'qullar, yaxshimi? Salom. Aka, hovliga kamera qo'yishim kerak edi. Xo'p, kameralarimiz. Hovliga nima, Wi-Fi'ingiz bormi yo tushmaganmi? Yo'q, uyda Wi-Fi bor. Hmm. Lekin o'sha boshqa joydan ham men kuzatib turishim kerak. Boshqa joydan kuzatib tursangiz bo'ladi. Xo'p, mana hamma kameralarimiz internetga bog'liqlik tomonligi bor. Mana bu tomondagi kameralarimiz televizorga ulasangiz bo'ladi. Internet orqali telefoningizdan ko'raverasiz, uyda turib televizordan ko'raverasiz. Mana bu tomondagi kameralarimiz faqat telefonga ulanadi. Bularda Wi-Fi'ligi bor, SIM karta bilan ishlaydiganlari bor. Bular lekin televizorda ko'rsatmaydi, telefoningizda ko'rsatadi xolos. Bularga xotirasi o'ziga tushadi. Mana shu bitta kamera bilan bitta xotira blok pitaniya bilan ishingiz bitadi. Mana uni o'ziga yarasha komplektatsiyalari bor. Hozir bizda bu kameralarga hozir aksiya ketyapti. Keling, mana bu tomonga o'tinglar. Aksiyaga tushgan kameralarimizni zo'r qilib mana yilda boshiga chiroyli narxlarda qilib qo'yganmiz. Bular necha puldan tushyapti? Bu to'rtalasi bitta deganda. Ha, bitta xolasangiz 4 ta olasiz, xolasangiz 3 ta olasiz. Biz 3 tagacha aksiya qilganmiz. Mana bu kameramiz 2 talikdan aksiya qilib beraveramiz. 4 talikdan aksiya qilib beramiz. Xolasangiz mana shu aksiya pulining ichida mana aralashtirib ham qo'yib beraveramiz. Xolasangiz bitta katta, bitta bundan qilib ham qo'yib beraveramiz. Lekin bu aksiyamiz minimalga 3 ta kamera yo 4 ta kamera qo'ydirasiz yoki 5-6 undan yuqori. Ikkita bitta aksiyaga kirmaydi. Chunki o'ta arzon qo'yganmiz. Hech yo'q, hali ustalarda xizmat haqi chiqishi kerak. Bitta ikkita qo'ysak bu xizmat haqi ham chiqmay qolishi mumkin. Keling, sizga hozir mana bularni tushuntiraman, narxini qarang. Narxidan tanishtiringchi. Xo'p, mana bu kameramiz 4 tasi 5 megapiksel bo'ladi. 4 tasi o'rnatib berish, hamma mana shuncha narsasi bor. Mana shu hamma narsalar bilan kabel qo'shib beramiz. 4 tasiga 80 metr. Xotirasi где-то 5 kun, 4 ta kameraga 5 kun, 7 kun atrofida bo'ladi. 4 ta kameraga. Mana blok pitaniyasi, apparati, mishkasi, blok pitaniya, mana hablari, kamerani bir-biriga bog'laydigan blok pitaniyalar, mana korobkasi bor, mana simlarni yashirgani. Hop, mana shiti bor, mana narsalarni mana shitni ichiga tiqamiz. Hop. Bu narsa nima ekan bo'lmasa? Bu narsa, misol sizda uyingizda Wi-Fi bo'lmasa, bu qo'shimcha narsa. Buni narxi bularning ichiga kiritilmagan. Bunga SIM karta qo'yiladi-da, bu kameraga ulab qo'yiladi. Keyin siz telefon orqali xohlagan joyingizdan, xohlasangiz Rossiya, Amerika, xohlagan joyingizdan ko'rsangiz bo'ladi. Ha, Wi-Fi yo'q joyda ham bo'lsa, uyingizda Wi-Fi bo'lsa, shunda buni o'sha Wi-Fi ga ulab qo'yamiz. Yana o'sha xohlagan joyingizdan ko'raverasiz. Agar Wi-Fi yo'qlarga bu narsa bu qo'shimcha narxda bu. Bu aytgan hozir narxlarim ichida bo'lmaydi. Hozir men sizga bir boshdan tushuntiraman. Xo'p, mana bu kameralarimiz. Bular 4 tasi 5 megapikselli kameramiz, ustanovka mana hamma narsalari bilan 3 million so'm qilib beramiz. Bu asli 4 milliondan oshgan 4 tasi, lekin biz mana aksiya narxida 1 million tashlab boryapmiz narxidan. Buni misol mana 3 ta agar qo'ydiraman desangiz, 4 ta emas, 3 ta qo'ydiraman desangiz, 2,5 million so'm qilib beramiz. 5 megapikseldan 3 ta kamera o'rnatish, hamma narsalari bilan. Hammasi ichida. 60 metr kabel bo'ladi 3 tasida. 4 tasida 80 metr kabel bo'ladi. Buni 2,5 million qilib beramiz 3 tasini. Xo'p. Bu kameramizni yo menga yanada arzon bo'lsin desangiz, 4 megapiksellisi bor. 4 megapiksellisini 4 tasini 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bundoq qilib turib 3 tasini 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Вообще shikalat narx. Bu 3 tasi 3 million, ashun atrofida 3 milliondan o'tgan. Sizga hozir aksiya narxida zo'r narx bo'lyapti. Endi buni qarang mana. Buni imina mana shu kameramizdan mabodo endi 2 talik so'raganlarga imina mashinani qilib qo'ydik. Mana 2 talik 2 million so'm. Komplekt bo'ladi hammasi. O'rnatib berish xizmatlari bilan. Bunga 40 metr kabel qo'shib beramiz bonusiga. 40 metr. 40 metrdan oshadigan bo'lsa, uni kabelga pul to'laysiz. 40 metr bonus, 40 metrgacha. Xo'p. Endi mana patolochnik kameralarimiz, bular asosan ichkariga moslangan. Bunga qaraganda sal arzonroq chiqadi, lekin ichkariga tashqariga bo'ladigan bo'lsa, ikkita bundan qilib beramiz. Narxida sal o'zgarish bo'ladi, lekin mana 4 ta qo'ydirishaman desa, buni 5 megapiksellisini sizga 2 million 800 qilib beramiz. Buni 5 megapikselli 3 tasini 2 million 300 ming qilib beramiz. Keyin xuddi shuni 4 megapiksellisi bor. 4 megapiksellisini 2 million 600 qilib beramiz. 4 megapikselli 3 ta kamerani 2 million 100 ming so'm qilib beramiz. Bu ham zo'r shikalat narx, hammasidan zo'r, yaxshi narx tashalgan. Endi bu tomonga o'ting, mana qarang. Bu katta kameralarimiz bor. Bu kechqurundan svetlari bor. Odam qorong'i tushishi bilan mana sveti yonadi. Bu 4 megapiksel.
buni o'zini temir noshkasi bor, uni ham bonusda qo'shib beramiz. U ham asli pulli, korobkasida chiqmaydi. Hop, buni to'rttasini 3.100.000 so'm qilib beramiz. 80 metr kabeli bilan. Buni 3tasini 2.600.000 so'm qilib beramiz. 60 metr kabeli bilan. Polni o'rnatish hamma narsalari bilan. Hop. Endi so'rang, nima ma'lumot? Yaqinda bir do'kon qilyaptik. O'sha do'konda Wi-Fi yo'q. Biz chetga qatnaymiz. O'shanda do'konimdan xabardor bo'lib tursam bo'ladimi? Wi-Fi yo'q. Ha. Hop, do'koningizdan qilish uchun, misol uchun mana buni to'rttasini mana 3 million qilib bergan bo'lsak, 5 megapiksellisini, mana narsani qo'yasiz 350 ming so'mga. Shunda 3.350.000 so'm bo'ladi. Bunga o'zingiz bitta sim karta olasiz. O'sha o'rtacha 20-30 gigabaytlik, 40 gigabaytlikdan ko'rishingizga qarab megabayt ketadi. O'sha sim kartani olasiz. Tamom. Xohlagan joyingizdan telefonda ko'raverasiz. Bu televizorga ulanadi. Sizda o'rnatilgan joyda televizorda ham bemalol ko'rishaveradi. Hammasiga bu narsamizni o'rnatsak bo'ladi. Telefonga ulanadi, internet yo'q joylarda ham. Yaxshi aka, menga narxlar ma'qul. Chunki boshqa joylardan eshitganimda, so'raganimda juda baland narx aytishuvdi. Aksiyaga to'g'ri keldi. Albatta, bu. Endi bularni garantiyasi bormi bo'lmasa o'sha qancha vaqtga garantiya berasiz? Mana shu to'rttalasini yoki shu uchalasini shular aytganlaringizdan qarasam. Buni kameralaringizga 2 yil garantiya beramiz kamerasiga. 2 yil garantiya. 2 yil garantiya beramiz. Mana apparat bor, miyasi deydi bu kompyuter. Bunga 1 yil garantiya beramiz. Mana bu yerda mana bloklaniyasi bor. Mana apparat bloklaniyasi, kamera bloklaniyasi bor. Bunga garantiya berilmaydi. Nimagaki? Bu tok o'ynaganda yoki arzimagan mana sim ulangan vilkada o'ynash bo'lganda ham tok iskira berganda bu kuyib qolishi mumkin. Shuni hisobiga bularga garantiya bermaymiz. Lekin yaxshi tegmasdan ishlashsa, o'rnatilgan joyda tok o'ynamasa, tushib baland bo'lib ketmaydigan bo'lsa, xudo xolasa qo'yib beryapmiz. Hamma joyda ko'p ishlayapti. Qancha ishlaydi? 3 yildan 5 yilgacha bu bloklaniyada ishlab beradi. Mabodo shunaqa ko'payib ketish yoki bizamkani holatlar bo'lmagan taqdirda. Yaxshi, bular qimmat narsa emas, demak bu blok bitadi. Yo'q, bular qimmat narsa emas, bular asosiy qimmatlarga garantiya bor. Mana 30 ming, 100 ming turadigan narsa bular. Yaxshi. Qimmat narsalarimizga garantiyalar bor. Hammasi xudo xolasa zo'r ishlab beradi. Yaxshi, menga juda ma'qul. Qachonga o'rnatsak bo'ladi endi? Ertaga endi buni agar siz o'rnatishni maqsad qilgan bo'lsangiz, ustalar bilan vaqtini maslahatlashamiz. Unga qarab zaklab bersangiz, xudo xolasa tez orada bitirib beramiz. Ertaga band bo'lishsa, ertadan keyin indiniga shu bo'shlarga to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Yaxshi. Menga ma'qul. Aksiyalaringiz yaxshi. Rahmat. Sog' bo'ling, kelaverasiz. Ertaga telefonlashamiz.